Bugun sizlarga Avstriyadagi Foklebruk shaharchamizdan boshlanib, poytaxt Vena va Slovakiya davlatigacha bo'lgan kichik sayohatimiz haqida hikoya qilaman. Bugun shaharchamizda otlar festivali bo'layotgan ekan, ko'chalarimizda otlar ketma-ket yurishibdi. Biz esa kech qolayotganligimiz uchun kirib o'tmadik. Tezda tanishlarimizga sovg'a-salom oldik-ku yo'lga chiqib ketdik. Bizning shaharchamizdan Vena shahriga, ya'ni poytaxtga uzog'i 3 soatlik yo'l edi. Birpasda yetib ham oldik. Bu safarda bizga o'zbek tanishlarimiz hamrohlik qilishdi. Tanishganimizga 3 yildan oshgan Nihol opa bilan bugun yuz ko'rishdik. U kishi menga har doim Avstriyaga kelganimdan beri o'z maslahatlarini mendan ayamasdilar. Biz maza qilib suhbatlashdik. Vena va Germaniyada ko'plab opa-singillarning o'z gruppamiz bor, ya'ni internetda. Ammo biz hali hammamiz uchrashib ulgurganimiz yo'q. Lekin ularni borlariga shukr. Musofir vatandoshlar doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Venaga borib, mashhur gullar bog'iga tashrif buyurdik. Shaharning go'zal joylarini tomosha qildik va suratlarga tushdik. Bu yerda shahar yanada go'zallashadi. Tarixiy binolar, keng maydonlar va albatta ko'chalarda yurayotgan ot aravalari diqqatni tortadi. Shaharda otlar juda ham ko'p. Go'yo vaqt orqaga qaytgandek his qilasiz o'zingizni. Shuningdek, shaharning o'ziga xos jozibasi. Bu toza, sokin, san'atga boy ko'chalar bor. Sayr qilib yurganimizda kattakon namoyishlarga duch keldik. Odamlar qo'llarida plakatlar bilan yurishayotgandi, lekin hammasi tinch, madaniyatli tarzda o'tayotgandi. Venaning markaziy ko'chalarida yurarkanmiz, eski zamonlardan qolgan sahnani eslatadigan manzaraga duch keldik. Ot aravalari shahar bo'ylab yurardi. Har biri chiroyli bezatilgan, silliq, yaltiraydigan yog'och aravalar, ustida esa tarixiy libosdagi aravakashlar edi. Otlarning yilib borayotganda chiqqan tovushi tap-tap tosh ko'chalarida aks-sado berib, shahar muhitiga romantik va sokin ohang bag'ishlardi. Bu ot aravalari nafaqat sayyohlar uchun xizmat qiladi, balki Venaning ramziga aylangan. Go'yo bir lahzaga o'tmishga sayohat qilgandek bo'ldik. Shu vaqt bir zum abituriyentlik davrim esimga tushib ketdi. 3-fanim tarix edi. Tarix o'qituvchim Karimov ustoz bizda esda qolarli darajada dars o'tgandilar. Jahon tarixidan, asosan lafaz kitobda nimalarni o'qigan bo'lsam, bugun shu hayotda yashayapman. Allohga oson, orzular ishonuvchan bo'ladi. Keyin biz atirgullar bilan burkangan bog'ga yetib bordik. U yerda juda ham ko'p atirgullar bor edi. Venadagi atirgullar ekilgan joy shunchalik chiroyli ediki, go'yoki tabiatning o'zi bu go'shani sevgi bilan bezatgandek. Kechga yaqin bizni afg'onistonlik do'stlarimiz mehmon qilishdi. Birga choy ichdik. Biz uchun o'z qo'llari bilan afg'oncha osh tayyorlagan ekanlar. To'g'risi mazasiga gap bo'lish mumkin emas. Biz ular bilan afg'oncha emas, aksincha o'zbekcha gaplashamiz. Ota-bobolarimiz birligini bilasizmi? Bizning paxta gulli piyola va choyniklarimizni hatto suvenir qilib olib qo'yishgan ekan. Men ularga O'zbekistonga borsam asl milliy choynak piyolalardan olib kelishimni aytdim. Ular esa bundan juda ham xursand bo'lishdi. Kechgacha suhbatlashdik va o'sha kuni Vena shahrida bir kecha tunab qoldik. Va biz tongdan Venada qiladigan yana bir ikkita ishlarimizni hal qilib, ya'ni hayvonot bog'iga borib, tashqaridagi bog'larni tomosha qilib bo'lganimizdan so'ng Bratislava, ya'ni Slovakiya davlatiga tezda yo'lga chiqib ketdik. Yo'l-yo'lakay yo'lni chiroyliligidan hamma joylarni yana videoga olib ketarkanman. Bunaqa havo varraklarini ko'rib to'g'risi hayratda qoldim, chunki bu energiya, shamoldan energiya oladigan havo apparatlari hisoblanadi. Albatta bu narsani O'zbekistonda ham sinab ko'rsak yomon bo'lmaydi. Va biz chegaradan eson-omon hujjatlarimizni ko'rsatib o'tib olganimizdan so'ng mana shu ko'prik tepaligida odamlar bizga qo'l ko'tarishib kutib olishdi va bu narsa meni juda ham hayratga soldi. Salom Slovakiya. Davomini esa keyingi postga joylashtiraman.